Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun saytlarni buzishni o'rganamiz. Deb qolsam, Axuya biznes kuton chilaka paut deb sizlar shokka tushib qolsalaring keyin. Bindaraza kuton. Xo'p. Bugun sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Nima u desalaring qaranglar. Saytlarni Pythonda ma'lumotlarni parsing qilib dasturga chiqarish. Dastur ishlab chiqishda как будто mana shu yerda ma'lumotlarni olib dasturingizni ishlatasiz u ma'lumotlarni. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Xohlagan bir saytga kiramizda kerakli ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Nima kerak bizga? Xo'p, obuhavo.uz Toshkent. Toshkent bugungi kun 7-noyabr bulutli +11 +4. Tak. Shu ma'lumotlarni qaranglar. Namlik, shamol g'arbdan bosim tam bosim. Xo'p. Ko'ruvchi shu ma'lumotlarni, Achamat mahalladagi ma'lumotlarni desam, Pythonda dastur qilib, dasturda ishlatishda. Takoy. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Sablamga kiramiz. Men tayyor yozib qo'yganman-da. Prosta sizlarga tushuntirib beraman. Bizga kerakli kutubxonalar shular. Keyin biza qaysi saytdan nimani ma'lumotni olmoqchi bo'lsak, o'sha saytning manzilini kiritamiz. Imini Toshkent haqida ma'lumot, ya'ni harorat, sudemlarni ob-havo haqida ma'lumotlarni olish uchun imini Toshkent kiritdim. obuhavo.uz/Toshkent. Xo'p, unga rekord jo'natyapti. Mana kutubxonadan foydalangan holatda. Keyin uni parsing qo'yamiz. Как будто ana sahifani kodlarini olamiz-da. Keyin ichidagi ma'lumotlarni sartrofga qilib o'zgaruvchilarga tenglab olamiz pastda. Qaranglar. Unda qanaqa bo'ladi? Tegdagi ma'lumotlar olinadi unda. Teg ostidagi ma'lumotlar olinadi. Qaranglar. Bu yerda mana masalan shahar, ha? X2 da turibdi. Bu teg. Xo'p, shahar Toshkent. Toshkentni ko'radigan bo'lsak, tegini yo'q, shoshmaylik. Ma'lumot ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham mana shu teg orasida turibdi ma'lumot. Shu teg orasidagi ma'lumotni menga ber deyapsizlar-da, как будто mana kodda. Tushunasizlarmi? Xo'p, shahar degan o'zgaruvchiga Toshkent teng bo'ladi shunda. Qiymat. Bugun ham shunaqa. Div ichidagi o'sha klasslargacha nomni beryapti, qaranglar. Bugun. Xo'p, bugun. Mana bugun degan anaqada ko'raveramiz hozir nima turibdi. Klassda mana turibdi, day. Shu divdagi berilgan klassdagi tegini ko'rsatilyapti klasslar. Ma'lumot olinyapti. Parsing shunaqa bo'ladi. Eng oddiy anaqasi. Xo'p, keyin nima keyin? Bu yoq xuddi shunaqa, harorat ham xuddi shunaqa, holat ham xuddi shunaqa. Oxirida print qilib chiqarilyapti dasturda. Yana dastur ishlab sizlarga ko'rsataman. Mana bu ko'rsatib qo'yman. Voy. Interesni bo'lmay qoldi sizlarga endi. Xo'p, Python qilamiz-da. test.py ni ishga tushiramiz. Toshkent bugun 7-noyabr bulutli +11 +4. Vot o'shdagi ma'lumot bu yerda ham kelyapti. Imen o'sha internetdan foydalangan holatda ishlatsalaring bo'ladi. Cherizma internetdan ma'lumot yangilanib olib kelib turadi sizlarga. Kunda ma'lumotlarni, o'sha kunda harorat, sudem ko'paytirsalaring ham bo'ladi. Misol uchun, ikkinchisini ishlatib ko'rsataman sizlarga. Ko'proq ma'lumot keladi unda. Xo'p. Python. Pro qilamiz-da, .py qilamiz, enter bosamiz. Endi qaranglar, bu yerda netolga holat, harorat, namlik hammasi bor. Haftaligi ham bor, qarochi. Bu yerda ma'lumotlar. Haftalik ma'lumotlar ham bor. Parsing shunaqa ishlaydi, qarochi. Python namingni eng oson varianti shu. PHP da ko'rsataymi? Vaxuya to'g'risizlar. Hammaga omad. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Hozircha sizlar bilan xayrlashib turamiz. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha deb qolaymi? Duduqlanib. Hali Otabek akaga o'xshab. Endi Otabek akani haqorat qilmoqchi emasman. Endi hammani o'zini aybi bo'ladi. Ozgina tilida nuqsoni bor-ku, lekin o'sha odamga qoyil qolaman. G'irt motivatsiyaga to'lib toshgan odam, hech qachon to'xtamaydigan odamda. Tilida nuqsoni bo'lsa ham diktorlikda ishini olib boradi. Diktorning ishini olib boradi. O'zi ham diktorda, tam xonadon. Prям bu akaga qarab harakat qilish nima ekanligini tushunganman-da. Hammaga omad.
Xayr unda.